بسم الله الرحمن الرحيم. Nafsni tarbiya qilishlik. Robi' ibn Sulaymon aytadi: Men Shofiyni shunday deyotganligini eshitdim. Ashaddul a'mali thalathatun. Amallarning eng qattig'i 3 ta. Al-judu min qillatin wal war'u fi khilwatin va kalimatul haqq 'inda man yurja va yukhaf. Birinchisi kambag'allik paytida sadaqa qilishlik, ihson qilishlik, saxovatli bo'lishlik. Xilvat joyda taqvodor bo'lishlik, umid qilinadigan va qo'rqiladigan kimsani huzurida haq kalimani aytishlik. Mana bu haqiqatdan 3 ta amal juda qiyin amal. G'azzoli aytadi: "Tolibu fiqhin nafsi la yay'as min nayli hadhihi ar-rutbati bi ta'tili laylatin va la yanaluha bi takrori laylatin." Nafsni tushunishlikni talab qiluvchi mana bu tartibga yetishlikdan bir kechani o'tkazib yuborishlik bilan umidsiz bo'lmaydi va bir kecha yana takrorlashlik bilan ham unga yeta olmaydi. Nafsni tushunishlik va uni tarbiya qilishlikda nafsni komil bo'lishligini talab qiluvchi odam kunlik tarbiya qilishlikda, ya'ni bir kecha, bir kun tarbiya qilishlikda bir kun to'xtatib qo'ydi. Endi shu to'xtatish bilan bo'ldi, endi hamma yoq ketdi deb umidsiz ham bo'lmaydi va endi shu tartib qilgan paytida bir kun qilib turib, ikkinchi kun yana bir kun takrorlashlik bilan ham nafsni tarbiya qilishlik va nafsni tushunishlikka yetib bora olmaydi. Umrini boshlashdan umrini oxirigacha doimiy tarbiya qilib borishlikda davom etishlik kerak. Bu inson o'zini shaxsini tushunishda va komil qilishlikda, tarbiya qilishlikda ham va boshqani tarbiya qilishlik va tushunishlikda ham va tushuntirishlikda ham. Masalan, ota-ona farzandni tarbiya qilishlikda bir marta aytishlik bilan hamma narsani yetkazib tushuntirib qo'ya olmaydi. Yoki inson bir martada komil ham bo'lib qola olmaydi. Komil bo'la olmasligi albatta bu sekin-sekin tarbiya qilishlik bilan, tushuntirishlik bilan, umr davomida tushuntirishlik bilan komil qilib boraveradi. Yana G'azzoli aytadilar: "Irtibatu husuli fiqhi an-nafs alladhi bihi tastahiqqu al-manasib al-'ulyati fi ad-dunya bi tarki al-kasal wal muwadabati ala tafqihi an-nafs." Inson dunyoda yuqori martabalarga loyiq qiladigan nafsni anglashlik, ya'ni tushunishlik va shu nafsni komil bo'lishligiga yetishlikni yo'li birinchisi dangasalikni tark qilishlik va nafsga tushuntirishlikda davomiy bo'lishlik. Dangasalikni tashlashlik odam martabalarga ko'tarib boraveradi. Haqiqatan ko'tarilib boraveradi. Odam intilishlik bilan, tushunishlik, tafakkur bilan, harakat bilan va nafsga tushuntirishlikda davomiy bo'lishlik bilan bo'ladi. Ayniqsa shu ustozlar o'quvchilariga, ota-ona farzandlariga tarbiya qilishlikda, o'rgatishlikda va inson o'zini tarbiya qilishligida, nafsini tarbiya qilishlikda ham mana shu ikkita narsa juda muhim bo'ladi. Nafsni tarbiya qilishlikda nafs shunday narsaki, agar xuddi bir qo'lda bir narsani ushlab turibdi yuqorida, buni ushlab turishlik qo'yib yuborsa, yerga tushib ketadi. Ushlab tursa, shu ushlab turishlik bilan muvozanatda ketaveradi. Ibn Qoyyim aytadilar: "Ad-dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawi ghamm sa'atin. Fa kayfa bi ghamm al-umr?" Dunyo avval bo'lsin oxirigacha, avvalidan oxirigacha 1 soat g'am chekishlikka arzimaydi, teng bo'lmaydi. Qanday endi inson umri davomida g'am chekishlik bilan bo'ladi, ya'ni dunyoni g'am bilan o'tish kerak, deydilar. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu, Rasulullohning nevaralari bir odamni yig'lab o'tirganini ko'rib, "Nimaga yig'layapsan?" desalar, katta miqdorda molini yo'qotganligini xabarini beradi. Aytadilar-ki, "Shu dunyo uchun yig'laysanmi? Dunyo yig'lashlikka arziydimi?" dedilar. Salaflar davrida o'shanchun haqiqatdan saodat davri bo'lgan. Ular dunyoni bir chekkaga surib qo'ygan ular. Hozirgi davrdagi insonlar buni aqliga, tasavvurga sig'dira olmaydi. Sahobalarning qilgan ishlarini ko'rib, odamlar aytadi, "Bular farishta bo'lganmi? Qanaqa odam bo'lgan ekan bular?" deydi. Ular ham bizga o'xshagan odam bo'lgan, lekin ular Alloh bergan haqiqiy bir iymonda oldida va oxirat uchun qilinadigan ishlarni oldida har qanday narsani chekkaga surib qo'ygan. Yana Ibn Qoyyim aytadilar: "Dafi'ul khatra, fa illam taf'al saratil fikra, fa dafi'ul fikra, fa illam taf'al saratish shahwa, fa haribha, fa illam taf'al sarat 'azimatan wa himmatan, fa illam tudafi'ha sarat fi'lan, fa illam tatadarakhu bi diddihi sara 'adatan, fa yas'ab 'alayka al-intiqalu 'anha." Ajoyib va g'amlangan go'zal bir so'zlar. Inson haqiqiy bir muvozanatda va tarbiya qilishlikda, muvozanatda yurishlikka bir qolip desa bo'ladigan so'zlar. Ibn Qoyyim so'zlari. Xayolni dafqa, ya'ni xayol senga kelyaptimi, yomon xayollar keladi odamga. Shu kelgan paytda keskin uni. Agar kesmasang, bu narsani qilmaydigan bo'lsang, fikrga aylanadi. Endi bu fikr keldi, endi fikrni keskin. Endi uni qila olmadingmi, fikrni kes. Endi agar uni ham qilmaydigan bo'lsang, shahvatga aylanadi, xohishga aylanadi. Endi shu shahvatga qarshi kurash, urush. Agar unga ham qodir bo'lmasang, bu azimat va himmatga aylanadi. Ya'ni
qasd qilishlikka aylanadi. Endi bu qasd qilishlikni daf qilmaydigan bo'lsang, fe'lga aylanadi. Endi shu fe'lni ziddini qilishlik bilan to'g'rilamasang, u odatga aylanadi. Endi odatga aylangandan keyin esa u odatdan ko'chishlik senga juda qiyin bo'ladi. Qaysi yomon fe'l bo'lsin, boshlanishi shunday bo'ladi. Birinchi xayolga keladi, ko'radi, xayolga keladi, keyin u fikrga aylanadi. Undan keyin fikrda xotirjam bo'ladi-da, keyin shahvatga aylanadi, xohishga aylanadi, keyin qasdga aylanadi. Unda davomiy bo'laveradi, ya'ni o'zini holiga qo'yaveradi, aytganini qilaveradi, keyin fe'lga aylanadi, keyin fe'lda davomiy bo'lishlik bilan odatga aylanadi. Endi odatdan buni orqaga qaytarib olishlik, ya'ni yo'q qilib olishlik uchun juda katta kurash kerak bo'ladi. Inson u uchun bir gunohdan qutulib ketishlik qiyin bo'lsa, shu gunohni qayerda, qaysi holatda qilyapti? Shu narsaga to'siq bo'ladigan to'siqlarni qo'yib borish kerak. Yolg'izlik bo'lgan holatda odam gunoh qilib qo'yaptimi? Odamlarning ichida yursin. Odamlar ichida deganda yaxshi odamlarning ichida aralashib yursin. Bu uchun himoya bo'ladi. Ya'ni yo'l qo'ymaydi, ya'ni to'siq bo'ladi bu uchun. Abu Bakr ibn Ayyosh aytadi, menga bir kishi men yoshlik paytimda bir narsa dedi. Sen dunyoda oxiratdagi qullikdan qodir bo'lguninggacha bo'yningdagi narsadan qutulgan. Chunki oxiratdagi asirlik hech qachon o'tib ketmaydi. Illo unga uni badali albatta to'lanadi. Aytadilar, men Allohga qasamki, undan keyin, ya'ni u aytgan so'zni uni hech qachon unutmadim. Ya'ni inson bu dunyoda nimaiki omonatlar bo'lsa, nimaiki bo'ynidagi narsalar bo'lsa, albatta uni bajarish kerak. Agar bajarmaydigan bo'lsa, illo oxiratda albatta buni hisobini beradi. Hech qochib qutulishda iloji yo'q. Masalan, kimdir qo'y qarz bor, qo'y omonati, mol omonati va boshqa omonatlar bo'ladi. Bu omonatlar unga to'la deyilsa, qayerdan to'layman? Qani buni? Mol yoki qo'y yoki boshqa narsalar qani bu desa, bor do'zaxda turibdi olib kel deydi. Borib do'zaxga tushib, do'zaxdan, jahannamdan ko'tarib olib chiqadi. Keyin bo'ldimi endi o'tamanmi desa, yo'q deydi. Falon narsangni olib kel. Qarzing bor yoki omonatga xiyonat qilgansan. O'sha narsa jahannamda turibdi, bor olib chiq deydi. Uni bitta olib chiqib tashlaydi. Endi bu narsani odam, haqiqiy bir aqlli odam bu narsani his qilsa, yaqinlashmaydi bu narsalardan yoki omonatini albatta joy-joyiga qo'yadi. Yo oxiratga iymon keltirmaydigan yoki g'aflatda bo'lgan yoki ahmoq bo'lgan odamlar omonatlarga nisbatan bee'tibor bo'ladi. Alloh saqlasin. Maymun ibn Mihron aytadilar, kimiki sirriy gunoh qiladigan bo'lsa, sirriy tavba qilsin. Kimiki oshkora gunoh qilgan bo'lsa, oshkora tavba qilsin. Insonlar tinigacha ayblaydi va kechirmaydi. Alloh esa kechiradi, o'tib yuboradi. Bunaqa kirishib o'tirmaydi. Said al-Khayr o'g'liga aytadi: "Azhiril yas فإنه الغني وإياك وطلب ما عندك فإنه الفقير الحاضر وإياك وما تعتذر منه وأسبغ الوضوء وصل صلاة مودع كي لا تصلي صلاة غيرها." İnsanlardan ta'magir bo'lmaslikni zohir qil. Mana shu haqiqiy boylikdir. İnsanlarning huzuridagi narsani talab qilishlikdan saqlan. Ya'ni ta'magir bo'lishlikdan saqlan. Agar bunday qiladigan bo'lsang, ta'magir bo'ladigan bo'lsang, mana bu haqiqiy faqirlik bo'ladi. Va uzr so'raydigan narsani qilishlikdan saqlan. Ya'ni bir ishni qiladi, ya'ni ko'rib turibdi, baribir majbur ertaga uzr so'raydi. Uzr so'ramasa baribir badal to'lashligi bor. Shu narsa bormi holatda? Shuni uzr so'rashlikdan oldin shuni qilishlikdan saqlan va tahoratni yaxshi qil. Namozni haqiqiy vidolashuv namozini qilgin. Sen bundan boshqa namozni o'qimaslik uchun vidolashuv namozini o'qigandek o'qigin. Bunga xuddi misol, hozir sen osilasan desa, 2 rakat namoz o'qib olay desa, ya'ni shu 2 rakat namoz o'qiydigan odam qanday o'qiydi? Bo'ldi, o'limga ketyapti, bo'ldi, boshqa hamma narsa uziladi. Odam orzu qilib qoladiki, qani Alloh menga imkon bersa-da, ko'proq ibodat qilib qolsam deydi. Yana so'zlarda davom etib aytadilar, agar sen bugungi kuningda kechagi kuningdan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga qodir bo'lsang va bugungi kuningdan ertangi kuningni yaxshiroq qilishlikka qodir bo'lsang, buni qilgin. Va haqiqiy mu'minlarning sifati shunday o'zi. Mu'minlarda bir iymoni rosa jo'shib, iymon juda cho'qqiga chiqadigan bir zamonlar keladi. O'sha zamonda hatto odam ko'p ilmli bo'lmasa ham, lekin iymonlashuv bir Allohga nisbatan, oxiratga nisbatan muhabbati juda yuksak bo'ladi. Lekin vaqtlar o'tsa-da qancha odam ilm o'qiydi, oldingi bilgan narsalardan ko'p ma'lumotlarni biladi, lekin oldingidaqangi bir iymoniy kuchayishlik yo'q bo'lmaydi. Ya'ni atrofidagi birodarlari yo'q bo'ladi. Hammani albatta Alloh taolo bir xil holatda birodarlarni zaiflik holatida, lekin iymoni jo'shgan paytidagi va ilmi ham ko'p bo'lmagan, lekin iymoni rosa boshqacha yuksalgan paytni odam sog'inadi. Ibn al-Mu'la o'g'liga aytadi: "Tashabbah bi ahli al-fadl takun minhum va tasanna' lish-sharaf tudrikhu va alam anna kull mar'in haythu yad'u nafsahu." O'zingni fazl ahllariga o'xshatgin, ulardan bo'lasan. Fazl ahllari bilan ulardan bo'lasan.
va sharafli bo'lishlik uchun harakat qilgin, unga yetasan. Bilginki, har bir kimsa o'zini nafsini qo'ygan o'rnida bo'ladi. Odam o'zini qaysi darajaga qo'yishlikni xohlasa va unga harakat qilsa, o'sha darajada bo'ladi. Xuddiki chumoli. Chumoli Ibrohim alayhissalomni o'tini o'chirishlik uchun harakat qiladi. Buni harakati asli nima foyda berardi? Lekin uni tarafini belgilab, shunga qarab harakat qildi va shunga qarab tarafi seçildi. Ibn Wahb aytadi, men nazr qildim. Qachon bir insonni g'iybat qiladigan bo'lsam, bir kun roza tutaman deb, uni qilib yurardim, lekin g'iybat ham qilardim, roza ham tutardim. Keyin niyat qildim. Agar bir odamni g'iybat qiladigan bo'lsam, 1 dirham sadaqa qilaman dedim. Endi bu dirhamni yaxshi ko'rishlikdan g'iybatni tark qilib yubordim dedi. Zahabiy aytadiki, men mana shunday, Allohga qasamki, olimlarni foydali ilmini mevasi deb aytdi. Ibn Sammak do'stiga xat yozadi. Aytadiki, innar raja hablun fi qalbik va qaydun fi rijlik fa akhrijir raja min qalbik tahullul qayda min rijlik. Umid qalbingdagi bir arqon, oyog'ingdagi bir kishandir. Umidni qalbingdan chiqargin, oyog'ingdagi kishan yechilib ketadi. Odam umidvor bo'lishlik mu'min uchun muhim. Lekin umidga suyanib turib amal qilmaslik esa odamni yakson qiladi. Oyoqqa bir kishan bo'ladi u. Umid qilaveradi-da, amal qilmaydigan odam o'ziga o'zi bolta urgan bo'ladi. Amalsiz, ya'ni bir natijaga erishaman deb o'ylaydi. Oxiratda bo'lsin va dunyoda bo'lsin. Yoki orzu qilishlik. Odam orzu qilaveradi-da, xayoldan o'tkazaveradi, harakat bo'lmaydi. Bu odamdan ish natija bo'lmaydi. Sirri Siqti Bag'dodiy aytadi, inna fin nafsi la shughlan anin nas. Nafsda o'zi insonlardan ko'ra o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lishligi bor. Inson o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lsa, insonlarni o'zidan tarkib qo'yadi. Zotan o'ziga e'tibor qilsa, men o'zi kimman, nima qilyapman, nima qilishim kerak degan narsalar bilan yursa, insonlarda bilan shug'ullanishlikdan o'zi behojat bo'lib qoladi. Hirom ibn Hayyon aytadi, ma aqbala abdun bi qalbihi ila Alloh azza va jalla illa aqbala Alloh bi qulubil mu'minina ilayhi hatta yarzuquhu mawaddatahum va rahmatahum. Banda qalbi bilan Allohga boqsa, yursa, Alloh mu'minlarni qalbi bilan qiyob vaqtirib qo'yadi-da, hatto ularni muhabbati va rahmati bilan unga rizqlantirib qo'yadi. Ya'ni hamma uni yaxshi ko'radi va unga rahmat bilan qaraydi. Insonlarni yaxshi ko'rishligi va rahmatiga erishmoqchi bo'lgan odam Alloh bilan o'zini orasini isloh qilishligi kerak bo'ladi ekan. Said ibn Jubayr Abi Sivar al-Adawiyga maktub yozadi. Amma ba'd, birodar, insonlardan saqlan, ehtiyot bo'l. Sen o'zingni nafsingga o'zing yetasan ulardan ko'ra. Uying seni sig'dirsin, ya'ni uyingda bo'l. Xatolaringga yig'lagin. Agar bir gunohkorni ko'rsang, Alloh seni ofiyatda saqlaganiga Allohga hamd etgin. Va shayton, sen toki tirik ekansan, shayton seni o'rab olishlikda omonda bo'lmaysan. Allohu a'lam. Va sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.